Agar bizni fikrlarimiz, o'lchov tushunchalarimiz, prinsiplarimiz johiliy bo'layotgan bo'lsa, qilayotgan amallarimizning mukofoti kechikadi yoki umuman kelmaydi. Qarang, tushunchani. Bir odam pijama bilan ko'chaga chiqsa, shu pijama bilan ko'chaga chiqsa, bu nima deyiladi? Bu madaniyatsizlik-ku deydi. Qani kultura deydi, qoloqlik deydi, betarbiyalik deyiladi. Bu yomon narsa deb hisoblanadi. Ammo ayol kishi zamonaviy modniy kiyimlarni kiyib, avratlarini ochib, ustiga xushbo'y atirlarni sepgan holda ko'chaga chiqsa-chi, bu taraqqiyot, madaniyat, peshqadamlik, yaxshilik deb hisoblanadi. Shunda aytyapmiz, prinsiplar tuzalish kerak edi. Odamlarga qarang. Odamlar nimalarni ulug' sanashyapti? Alloh xor sanagan narsalarni ulug' sanab yurishibdi. Alloh ulug' sanagan narsani haqir deb bilishyapti. Ayollar avratlarini yopib yursa, yoshlar har xil tungi klublarga bormasa, ichkilik ichmasa, ular aytayotgandagi g'arb tushunchasi bilan yashamayotgan bo'lsa, bular deydi, qoloq odamlar deydi.